Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Menda faqat WhatsApp bor, boshqa hech qanaqa sayt yo'q. Energiya obmeni uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga savolim, aqlingizdagi insoningiz sizga qanday nazar bilan yoki qanaqa maqsad bilan sizga qarayapti. Bu ochilim общий расклад bo'lgani uchun o'rtoqlar energiya obmen qilganlar, ya'ni like, podpiska bosganlarga tegishli bo'lsin. Shaxsiy ko'rinish WhatsApp orqali o'rtoqlar ketdik. Aqlingizdagi insoningiz hozirda hech nima aytishingiz shart emas, bu общий расклад o'rtoqlar. Ketdik. Hozirda aqlingizdagi insoningiz butun xayol fikri, butun vnimaniyasi hozirda ishda chiqyapti. Birinchi bo'lib shu narsa chiqdi. Ikkinchisi, aqlingizdagi insoningizni tak, bunaqa qilib olaylik-da. Aqlingizdagi insoningiz aslida siz bilan birga bo'lganda butun dard tashvishlari va shunga o'xshagan narsalari unutilishi chiqyapti. Aqlingizdagi insoningiz не только fiziki, moralniy ham qandaydir поддержка berasizmi yoki qandaydir dardini eshitasizmi yoki qandaydir boshqalar atrofdagi odamlar unga ishonmasa ham men senga ishonaman yoki men sizga ishonaman, shunga o'xshagan gaplar ko'p bo'ladimi sizda? Sizga muhtoj u. Lekin muhtojligini uncha bildirmaydi, qandaydir kerak bo'lsa siltalaydi sizni, kerak bo'lsa qandaydir juda ham yomon bir darajada urush, janjal, to'polon bo'ladi hayotingizda. Lekin baribir aqlingizdagi insoningiz biladiki, что sizdan boshqa hech kim unga moralniy поддержка ham bera olmaydi va hokazo ham. Shunaqa bir narsa chiqyapti kartangizda. Endi keyingisi. Lekin aqlingizdagi insoningiz hayotiga bir ayol прошлыйdan, ya'ni прошлый eskisi bo'ladimi o'zbekchada переводda, eski hayotidan bir ayol kirib ozgina to'g'anoq shunaqa bir неприятный hodisa bo'ladi hayotingizda. Agarda aqlingizdagi insoningiz ajrashgan bo'lsa, o'sha eski xotini yoki o'sha eski qizlarimi yoki shu gaplashgan kimdir ayollarimi yo'q joydan sizlarning orangizga shu ayol kirib keladi deyapti. Ya'ni прошлыйsi, tushuntira oldimmi? Прошлый hayotidan bir ayol kirib keladi va 100% ga qandaydir sekin-sekin emasda, сразу 100% ga aqlingizdagi insoningiz o'zgarishi chiqyapti bu yerda. Tushuntira oldimmi? Da. Kartalar ham aytyapti. Juda ham bir katta o'zgarish bo'ladi hali aqlingizdagi insoningiz tomonidan.